Sizda qanaqa holatlar bo'ladi? Birinchi depressiyaga tushib yolg'izlikni tanlaysizlarmi yoki yolg'iz bo'lib qolib depressiya bo'lib qolgan holatlaringiz bo'lgan? Eslab ko'ringlar-chi. То есть birinchi depressiya keladimi yo yolg'izlik ощущение? O'sha qaysi bir holat kimda kuzatiladi ko'pincha? Bir xil mana depressiya tushadi, bu menga hech kim kerak emas, men hozir o'zim bo'lib olishim kerak, yolg'iz bo'lib olishim kerak deydi. Bu har xil bo'ladi. Natijani emasda moment bilan. O'zi yolg'iz his qilasan. Depressiya bu yangi narsa-da, termin yaqin bizga paydo bo'ldi. Depressiya nimaligini bilmadim. Siqilasiz, bilmayapsiz deydi. Morga qaragansiz. Bor uyda yig'ishdi. Morga yaxshiroq qarab. Kirlarni yechib berdilar Da. Depressiya. Nima? Bekorchilik ishi bu. Endi sizga savol, psixolog sifatida depressiya bu bekorchilik ishimi yo hammada bo'ladimi? Yo'q, hammada bo'ladi. Hattoki dunyodagi eng baxtli inson deb o'ylaydigan insonda depressiya bo'ladi. Eng kichkina stresslarning yig'ilishi, kun davomida biz o'sha stresslarni kelib chiqqan paytda e'tiborga olmaymiz, yig'iladi, uni ustida ishlamaymiz. Keyin katta depressiyaga aylangandan keyin yoki bizda qanaqadir kasallik ko'rinishida bo'lishi mumkin, yoki bizning hayotimizda katta vaziyat yaratiladi, o'sha vaziyatga biz tushganimizdan keyin tushunamizki, biz o'z depressiya dedik, yanada chuqur depressiyaga tushib qoldik. Shuning uchun kun davomida bo'ladigan vaziyatlarda insonni kuzatish kerak o'zini ko'proq.